Assalomu alaykum hammaga. Uzoq muddatli tanaffusdan keyin yana ko'rishib turganimizdan juda ham xursandman. Demak, bugungi videomiz 1365 saytida ro'yxatdan o'tish haqida bo'ladi. 1365 sayt haqida bilasiz, bu demak, volontyorlik soatini beruvchi sayt bo'ladi. Demak, ko'pchilik savol berishar edi, 1365 saytiga qanday ariza qilsak bo'ladi? 1365 saytini bilmaydiganlar ham juda ko'p. Qanday qilib biz funksiya ahvoldan qilsak bo'ladi deb ham juda ko'p so'rashar edi. Mana bugun mana Alloh nasib qilgan ekan shu videoni olishga nasib qildi shu olish. Demak, qanday qilib bu saytga ariza qilsak bo'ladi va qanday qilib funksiya ahvoldonlarni volontyorlik qilish mumkin bo'lgan tadbirlarni biz topsak bo'ladi. Shularni o'rganib chiqamiz inshaalloh. Demak, birinchi o'rinda biz hayvon qayibni bosishimiz kerak. Hayvon qayibni bosamiz. Hayvon qayibni bosadigan bo'lsak, bizga shunday oyna ochilar ekan. Demak, bu yerda yaxshilab o'qib chiqamiz. Biz hammasini baribir to'ng'iy qilishimiz kerak, rozi bo'lishimiz kerak. Rozi bo'lmaydigan bo'lsak, keyingi bosqichga o'ta olmaymiz. Shuning uchun eng pastda modern Yongane Tongyamnidani bosamiz va Tam Tangiyani bosamiz. Tam Tangiyani bosadigan bo'lsak, bizga mana bunday oyna ochiladi. Demak, bu yerda biz shaxsimizni tasdiqlashimiz kerak. Shaxsimizni qay usulda tasdiqlaymiz? Demak, 4 ta usul berilibdi, 4 ta. Demak, bundan birini tanlashimiz kerak. Biz Chumin Bono orqali tasdiqlab ko'ramiz. Demak, injin hagini bosamiz. Bosadigan bo'lsak, bizga bunday oyna ochilar ekan. Demak, Irim degan joyga ID kartadagi hamma ismimizni to'liq kiritamiz. Demak, Pilsu imnok Hangmok imnida deyilibdi. Ya'ni kiritishingiz shart bo'lgan punktlar hammasi deyilibdi. Hammasiga kiritishimiz kerak. Demak, ism degan joyga ismimizni kiritamiz. Va pastada belgilashimiz kerak bo'lgan narsa bor. Neguginmizmi yoki Veguginmizmi? Biz Veguginmiz albatta. Veguginni bosib qo'yamiz va Chumin Tingnok Bono deyilibdi. Ya'ni bu ID kartadagi raqamimizni kiritamiz. Demak, yaxshilab e'tibor beramiz. Va kiritib bo'lgandan keyin pastda shu kodni kiritamiz. Agarda siz raqamlarga tushunishingiz qiynaladigan bo'lsangiz, zero kodchimni bosadigan bo'lsangiz, sizga yangitdan boshqacharoq parol berishadi. Shuni kiritsangiz bo'laveradi. Bu parol faqatgina shu bosqichdan o'tishdagi parol, albatta sizni IDingizdagi pastidagi parol emas. Demak, kiritganimizdan keyin Shilmyong injinni bosamiz. Demak, Shilmyong injinga Songgong hayosmida chiqyapti. Ya'ni siz shaxsingizni tasdiqlashda muvaffaqiyatga erishdingiz deyilyapti. Ya'ni muvaffaqiyatli qildingiz. Buni bosadigan bo'lsak, keyingi oyna ochilyapti. Demak, bizga ochilgan oynada Irim ismimiz to'liq holatda chiqyapti va jinsimiz va tug'ilgan yilimiz, oyimiz, kunimiz. Demak, bu ukamni ID kartasi orqali 1365 saytiga ariza qilyapman. Hali ukam o'zi ham bilmaydi. Video olish bahonasida kiritib qo'yapman. Ukam o'zi yaqinda kelgan. Bir oy bo'lib qoldi Koreyaga. Duo qilib qo'yasizlar. Shu sababli mana shu videoni ham olyapmiz. Demak, ID degan joyga yaxshilab e'tibor beramiz. Ko'pchilik shuni ID deb so'ralsa, ismimni yozib beraymi deb savol berishadi. ID. Siz shu sayt orqali kirdingizmi yoki boshqa sayt orqali yokida qandaydir ijtimoiy tarmoqlar orqali funksiya ahvoldonda qatnashadigan bo'lsangiz, sizdan IDingizni kiritishingizni yoki berishingizni so'rashadi. Shu IDni berasiz. Demak, bu yerda kiritgandan keyin Chungbok Choveni bosamiz. Ya'ni bo'ladimi? Ya'ni boshqa kishi bilan bir xil bo'lib qolmadimi? Shuni tekshirish uchun agar Kanangamnida bo'ladigan bo'lsa, foydalansangiz bo'ladi. Demak, pastda Pimil Bono degan joyi bor. Pimil Bonoga bu yerga ham kiritamiz. Bu yerda aytilibdi, demak, inglizcha harflar, sonlar va tiqsu munja deyilibdi. Ya'ni belgilar, tinish belgilari, masalan, dollar belgisimi
yoki kuchukcha belgisimi, undov belgisimi, shunga o'xshash yulduzcha belgisimi, shunaqa belgilarni ham kirit deb aytibdi. Shularni 3 tasini qatnashtirib, parol tuzadigan bo'lsak, parolimiz to'g'ri bo'ladi. Ya'ni qabul qilishadi. Pastiga ham shuni login qilish uchun yuqoridagini o'zini kiritsak bo'ladi. Upyon bono chakki demak bu bizni uy manzilimiz bo'ladi. Uy manzilimizni upyon bono chakkini bosadigan bo'lsak, bizga bunday chiqadi va biz uy manzilimizni kiritamiz. Uy manzilini qayerdan topaman deb o'ylayotganlar bo'lsa, demak siz o'sha ID kartangizga qaraydigan bo'lsangiz, ID kartangizda manzil yozilgan bo'ladi orqasida. O'sha manzilni kiritib, qidirib ko'rsangiz bo'ladi. Qidirib ko'ramiz, demak topilmayapti. Sonni o'chirib qidirib ko'ramiz. Qidirib ko'radigan bo'lsak, bunda yozuv chiqyapti. Demak, bu manzillar shularni qaysi biri bizga to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, shuni ustiga bossak bo'ladi. Bosib kiradigan bo'lsak, mana bizga manzil chiqdi va bu yerga sanksiya chuso imnyoq batafsil uy manzilimizni kiritamiz. Bu yerga biz o'zimiz xohlaganimizni kiritib qo'ysak bo'ladi. Masalan, o'sha yashayotgan binoyimiz va uy raqamini yokida agar universitet yotoqxonasida turadigan bo'lsangiz, shunchaki universitetni yozib qo'ysak bo'laveradi. Men ukam til kursiga Sonmunti Akkoga kelgan, shuning uchun Sonmunti Akko belgilab qo'ydim. Va pastida Hudepon Bono demak telefon raqamimizni kiritamiz. Bu yerni son tekni bossak 0 chiqadi, shuni bosamiz va yonidagi joylarga raqamimizni kiritamiz. Yuson Chon abono deyilibdi. Bizda Yuson Chon abono yo'q, ya'ni simli telefon. Shuning uchun shunchaki buni opsion qilib qo'ysak bo'ladi. Sababi bu pilso emas, ya'ni kiritishimiz majburiy bo'lgan narsa emas. Demak, email chuso deyilgan joyga aytib o'tdim. Bu ukamni ro'yxatdan o'tib qo'yapman. Ukamni o'rniga shu videoni olish uchun shuning uchun uni aniq bir emailni bilmayman. Shuning uchun o'zimnikini kiritib ketaman. Keyinchalik o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Demak, chop imnyoq degan joyni bosadigan bo'lsak, gmail.com va pastida Sushin to'ng'i qilasizmi yoki kobu qilasizmi, bu xohishingiz. Biz to'ng'i qilib qo'yaramiz. Va pastida Ponsa Pugachongbo imnyoq demak qo'shimcha ma'lumotlarni kiritish. Ya'ni siz qaysi shaharda bo'ladigan bo'lsangiz, o'shani kiritib qo'yadigan bo'lsangiz, sizga o'sha shaharga yaqin joylardan tavsiya qilishadi Ponsa Xvaldonglarni. Ya'ni qanaqadir tadbir bo'ladimi, o'sha sizni qiziqishingizga bog'liq aloqador narsalar. Shuning uchun buni kiritib qo'ysak yaxshi. Demak, kiritamiz shahrimiz va tumanimiz va pastida Xmang Punya biz xohlaydigan soha, qanaqa sohada qilmoqchimiz, shularni kiritib qo'yamiz. Ya'ni shularni kiritadigan bo'lsak, albatta bizga shunga aloqadorlarni o'zlari tavsiya qilishadi. Ya'ni aynan hozir kiritganimizdek o'sha yo'nalishda qilishga majbur emasmiz, shunchaki bizga tavsiya qilishadi. Biz o'zimiz keyinchalik ham qidirib xohlaganimiz boshqa soha, hozir bu yerdan tanlagan boshqa sohamizda ham albatta qilsak bo'ladi bemalol. Demak, bularni kiritamiz. Va pastida yana Chumintungnok Bononi kiritishni so'rashibdi bizdan va biz yana qaytadan kiritamiz.
Pastda yana parol bor ekan. Yuqoridagini pastga olib kiritamiz va shilmyon injiqni ham bir marta bosib qo'yamiz. Demak, biz muvaffaqiyatli tasdiqladik. OKni bosamiz va Huion Kayib Shinchongni bosamiz. Demak, biz Pukachongboni kiritishimiz shart emas. Buni kiritmasdan hamma qilib qo'ysak bo'laveradi. Demak, endi biz ID login qilishimiz kerak saytda. Demak, qaysi usulda biz login qilamiz? ID loginni bosamiz. ID orqali login qilamiz biz. Degan bo'lsak, bizga mana bunday oyna ochilishi kerak. Demak, bu yerga biz o'sha biroz oldin kiritgan ID'imizni kiritamiz. Ya'ni boyaginda faqatgina ismni o'zini yozdik, Abdumajid. Va pastiga o'sha ID'ni pastidan kiritgan Pimilbonoyimizni kiritamiz albatta. Va undan keyin pastida yana o'sha yuqorida berilgan parolni kiritamiz. Login degan joyni bosamiz va mana ko'rib turganingizdek, Nabiyev Abdumajid Abduhamid o'g'li, xush kelibsiz. Demak, biz saytga kirdik, ro'yxatdan o'tdik ya'ni. Demak, 1365 ma'nosini bilmaydiganlar juda ham ko'p. Demak, 1 yilda 365 kun degan ma'noda 1365 qilib ishlatishadi. Demak, ko'radigan bo'lsak, Naye Chavon Pongsada, demak biz Pongsa Shinchong hali qilmaganmiz. Demak, bizni qilmaganimiz uchun qabul ham qilishmagan va bu yerda Chuchon Pongsa 10 ta chiqib turibdi. Ya'ni bizga tavsiya qilishadigan. Ya'ni biz o'sha tumanimiz va biz yoqtirgan yo'nalishga qarab bizga o'zlaricha tavsiya qilishyapti. Demak, bularni ko'rib chiqsak ham bo'ladi yoki-da yuqorida Pongsa Chamyo degan joy chiqyapti. Uni bosadigan bo'lsak, biz o'zimiz vaqtlarni belgilab, o'zimizga yoqadigan, ma'qul keladiganini topsak bo'ladi. Ko'rasizlar, mana pastda yana bizga tavsiya qilishyapti. Bosib kirib ko'rsangiz bo'ladi. Albatta o'sha sarlavhalarga e'tibor berib, agar ma'qul keladigan bo'lsa, kirib ko'rsangiz, ichida yana ma'lumotlari bor. Kirib o'zingizga ma'qul keladiganlarni ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Ko'rasiz, agar ma'qul kelsa, yuqorida Shinchong Hagi degan joy bor. Shinchong Hagini bosadigan bo'lsangiz, siz bu Pongsa Hvaldonga ariza qilgan bo'lasiz. Va undan keyin Naye Chaon Pongsaga kirib ko'radigan bo'lsangiz, siz o'sha ariza qilganingiz ko'rinadi. Biz hozir ariza qilmadik. Ariza qilganingiz ko'rinadi va u yerni yana o'sha bosadigan bo'lsangiz, siz o'sha yerda arizangiz qabul qilindimi, ya'ni ruxsat berildimi, ruxsat berilmadimi, shularni ko'rib tursangiz bo'ladi yoki-da bekor qilsangiz ham bo'ladi. Agar sizni qabul qilib bo'lishmagan bo'lsa, agar qabul qilib bo'lishgan bo'lsa, telefon qilib bekor qilishingiz kerak bo'ladi. Bekor qilmoqchi bo'lsangiz, Pongsa Hvaldongni. Shunaqa, bugungi videomiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Agarda video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, qo'lingizni duoga ochgan vaqtingiz, haqqimizga duo qilib qo'ying. Alloh barchamizni ilmimizni ziyoda qilsin. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.